Nimish qilsiz tugashni ulg'aytib deyman. Mashinada tushmay o'tadigan kim o'tasiz bo'lmamdi? Shu siz umni saqlab turinglar degandingiz. Shu sizdan asrab tushgandim. Aras aka. Ish qizvati aka. Bayat taqsan gapini qilgan qizlar shu. Men keltirman deb keltirmayotgan. Shu oldin qaytim 10 ming o'qish pul topshirgan. Keyin qilib qolgan 30 ming pul bordi. Hech bir topshiriq olmayotdi. Ya, menga ishonmay qoldim-ku. Agar sinov vaqting yetsa aka. Bir tedeg'iz gap qo'ysam bo'ldi aka. Ishingmi to'ldim ekansa. İşimiz dəxliqimə orlaşdırıvərə oldu. Qahar Recep Sultan o'g'liga birisini dastatmoqchi bo'ldi. Kimni? Ahtamni. Shu Sultak Recep kamning o'rnida bosalam dekatexe. Nima degan bilan Recep kam qariga nisbatan bir xoslik hesab qilindi. Qarini shirkatga nisbatan Recep kam noyat cho'ng rol o'ynaydi emasmi? Lekin Recep kam voqea yo'lib qilib bolni setgandan beri qarini shirkatga noyat taskin qildi. Shunga Ahtamning eshitsak kerak bo'lsin-ku. Lekin Mat qobiliyatini yaxshi o'g'ashqa shunga Ahtamni tanladi. Oxirida uni Recep kamning o'rnida dastish muvaffaqiyatli bo'ldi. İsmi Recep Sultan Zamani bo'ldi. Qaraganda ular bir mezgil jampana qilishni o'ylashib qopti-da. Shu. Shunga hozir Ahtamga muomala qilganda, Recep kamga muomala qilganda har qanday so'rg'in bo'lganda uni hurmatini qilishimiz kerak. Hatto dinlarim shunday muomala qilsa bo'lmaydi. Buni askarlar uni ko'pakdan unvon va o'qish tarixini bayon qildi. O'ylasamda kulgim keldi. Bo'pti. Bir mezgil o'zing chand o'tmagan. Aras oldin qishda bak kechirim so'rayman, jumlasat bo'ldi. Yo'q, hech qisi. Xato shu qama. Men bu qaytib sizni izlashim maqsad hargizmi oldin qilishni o'rni to'ldirib uzilish emas. Ha. Asli boshqa maqsad bor ekanda sizda. Do'stimga kuyib qolmagansiz a? Voy, odosh nat gapni qilmag'ina. Jim o'tirasan. Undaq emas. Asli gap kelsak, mundaq ishda. Men o'qish bitirib kelgandan keyin Buludim men izlab yaxshi qilibsiz, lekin men sizga pul berib turmayman. Gapni oldin ola deb qo'yay. ish bo'lmaganda bir ko'proq pul topadigan yo'lga kirib bo'lgan bo'lsangiz, texnik yaxshi bo'ladi. Bu jihatda men izlab to'g'ri qilibsiz. Bu jihat men sizga yordam bersam pul berdim. Undaqda bak yaxshi bo'ldi. Biz hozir bir cho'ng turi tutish qotimizdan. Agar ishlarimiz o'ngishli bo'lib kelsa, necha yuz ming deb ishlayotgan osonli gap. Bo'ladi, unda olsa men qanday qilishim kerak? Avval shu bizga ergishib bir mazgil o'qiysiz. Nimani o'qiyman? Nimani o'qiydingiz? Albatta qanday pul tepishni, qanday xo'jayin bo'lishni o'rganasiz. Bunga pul ketamdi. Voy, albatta pul ketadi-da. Jonni bekorlik qilishni aka. Sizga shunchola jihnasini o'rgatgandim, bekor o'rgatamda. Unda bo'lsa o'qish puli qanchalik chiqqan? 30 ming. Sizni chiqamdi ya? Nima? Nimandaq chiq? Voy, odosh bo'shroq parol qistig'ida uni oson emas. Ajab iching og'rib ketdi ya. Dastlabda 10 ming bilan ham kirsangiz pul berdi. Rostga qilsam Nigora, menda 10 ming pul chiqmaydi. Bizdimi amal yo'q qarang. Hozir pul olmasa nima ish qilib bo'ldi? Shu medika ishlashdan boshqa amal yo'q. Undaqda men qaytay. Kipalanmi biroq tushungandek bo'ldim. Rahmat sizlarga. Kelar qatda ko'rishamiz. Hayır, to'xtang. Biz sizga ortiq yordam qilamiz da. Shunga bu biletni siz beray. Recep Sultan Zamanining nutq bildi. Balkim sizga asqatib qolsa ajab emas. Rahmat sizga. Voy, qayshisi.
Bu cihazlar qanday olib ketib bordi? Bu pullarlarmi nereki? Yuvaşlan tepib boza qildik desa. Shunday. Tanışılmagan joy ekan bu. Siz xatolashdingiz. Amaliyot bu tanışılgan nihoyatda odil jahon. Ularning 24 soat vaqti olsa, bizning 24 soat vaqtimiz bor. Ular 3 vaqt tomoq yegan bo'lsa, biz 3 vaqt tomoq yeymiz. Shundaymi? Ular qila olganni biz nima ish qilmaymiz? Qachon shu ablaqlarga bo'za ko'p yashaymiz? Nima ish qilmaysiz? Pulingiz bo'lmagan ish qilmaysiz. Ikki qo'lni burunni tiqib chiqqandan bir ish qilib bo'lmaydi. Yo'q, xatolashdingiz. Ellik tiklashda faqat pul olganlarla məmiş yol olmaydı. Undaqda bu pulning ishi bo'lmasa, biz məns eglik tiklab pul topayli. Menimcha boshqa ixtiyor bizda bor-ku, shundaqmi Kamal? He, bu mumkin emas deb turdi Juma. Konlarniki suv sayg'aqida pul bayqa deydigan gap bor emasmi? Men toz ishonmadim. Voyjon, siz o'mush ideyangizni qatmanligidan mushkil qilgan ekansiz. To'g'ri gap qilmay, dillarning gapini yaxshiroq bir anglang. Pulni faqat pul valalam topadigan sho'g'an bo'lsa, bankadan boshqa hech qanday yerda pul qolmaydi. Bizga hammadan muhim bo'lgani o'zimizga xos bir tur. Biz shu turni mukammal planlab qo'ygandan keyin shu mablag' sog'chilarni izlasak bo'ladi. Balkim shu mablag' sog'chi bizni izlab kelib qilish mumkin. Biz ish bitgandan keyin pulni tam bo'lsak bo'ldi-ku. Qaranglar, mablag' hal bo'ldi mana. Unda oson pul topadigan ish niyati bor. Mablag' sog'chilarmi bizga pay qatmaydi-may. O'zlarimga pul topib bo'lmadimi? Siz qaysi tomon qolgan odamsiz? Ularda pul olgan bilan aql yo'q, ammo bizda aqlim bor. Dinlar degandek turmi bor. Hozirgi boylar restoranlarni echotdi. Ko'ngil ichish so'rlarini echotdi. Uyimliklarga mablag' selyotdi. Bizga oshdan tushami? Mumkin emas chu. Biz faqat yangi tur topa olsaqlar, mablag'ning ishi cho'qim ma'lum bo'ldi. Rastlaysan. Pullarlarning ko'pinchisi mablag' soligining amaliysi oldi. Chunki buningda qiyin xatar az. Topadigan pulmi az. Lekin bu yo'lni qo'rqinchoqlar topmaydi. Әмсі бізім игілік тикләйлі. Мен азырдан башлап бәліні бағылдым. Сіләтчу. Bo'ldi, hamma qo'shilay. Menda boshqa bir narsa bo'lmagan bilan kuchim bor. Bayram bo'lsak, tang bayram bo'lsak bo'lmasmi? Biz aldı burun bayram buluş bosoğuzki kişiler. Bizning harakat qilmasligimizning o'zi bir bayram buluş. Biz bayram bo'lib turib, yine nimadan qo'rqamiz? Rostaysiz, ishtonsiz suvdan qo'rqmabdi debdikan. Biz yana bu altimizni nimadan qo'rqaydik? He, bir to'pam vaqtli. Sizlarda nima bor? Pul bormi? Yangi tur bormi? Az qo'rqinchoq tijoratchilar boshlab kelgan jur'at bormi? Yo'q. Shuna yigit tiklaymiz deguncha, chayonlarni ichinglar. Bizda jur'at bor. Bizda jur'at bor, to'g'rimi? Bu faqat ham xiyollarning tunji bit. Biz qachonchi bo'ynimizni qisib yuraveramiz? Biz farzandlarimizga mas'ul bo'lmandik, atrofimizga ulgu bo'lmandik. Jahon shundan ushqandak taraqqiy qilayotgan vaqtida biz qachonchi shundan bekor yurib o'tibmiz? Bilib qiling Shakir. Kelgusiki farzandlarimiz bosh ko'tarishni xohlagan vaqtida Alloh bir kechikkan bo'ldi. Yaxshi dedingiz. Acaba sizde bana yürek mende yok mu? He? Sizde bana mezuniyet mende yok mu? Makul. İyilik olan tıklayın ola. Eres, bir gel mesele tıklayın. Soğudu meydanı, o bir can meydanı okşaydı. Hatta can meydanında rezil boş mümkün. Bunda ayır çıkmaz yolda iyilik tıklayman degandin. At işaktak işleyeceğim. Aldılar mı?
Bu biz o'ylagandek undan oddiy ish emas. Men markaz voz kechmayman. Bir qiz bolaning o'z oldiga egiligi bo'lmasa, bir umr erning oldida yer qaraydigan gapga. Bo'ladi, chataq yo'q. Bundan lekin jang e'lon qildigini boshqalar emas, dal o'zimiz. Bo'ldi. Bo'ldi, agashdim. Chetaq yo'q. Undaqda biz bu ishni boshlashdan burun bir moliya boshquradigan bir yoshga muhtojmiz. Sizlarning bundan xabaringlar bormi yo'qmi? Men bir avtobusda pul yig'ib baqqan. Voy, men qarang, sizning ko'chab tuzib pul yig'imga o'xshashmaydi. Qirg'inlikka birazimga pul kirib baqqanmi? Nima deganingiz bu? 100 ming deb ketganni. Bir necha qatim ko'rib baqqanjimi? Hey balla. Bu sizlar o'ylagandek unda oddiy ish emas. Bizga lozimligi buxgalter. Unda biz e'lon chiqarib xizmat xodim qabul qilaylik. U odamga qilchiq maosh beramiz. Yo'q. Biz faqat yuragida o'tova, eglik tiklashga irodasi bor bir yosh buxgalterni topsaqli bo'ladi. Bo'ldi. Endi hozir e'lon chiqarib o'tay. Biz undaqda dastlabki bosqichni yangi bir tur planlashdan boshlandik. To'g'ri. Avval nishonni to'g'rilab, andan keyin chiqayli. Ajab aqlli qilib ketibsiz-a? To'g'ri, Kamal degandek, avval biz mukammal bir plandan birini tuzib, tunji qadamimizda qaysi turni qilishimizni o'ylashaylik. Men hozir undar so'z qilib shirkat qurayotganlar bir qadar ko'pkan. Bizmi shu yo'lni tutib baqsaq qanday bo'lar? Hozir hamma odam shu ishlarni qilyapsa. Bizning shu ishimiz aqalli. Hamma odam shuni qilayotgan bo'lsa, biz qilsak nima ish qilmoqdek? Yo'q. Hamma odam qilishni iqib ketishni ataydi. Biz ulardan bekrak tirishib baqsaq bo'ldi-ku. Yo'q. Bu biz tirishsaqlam qiladigan ishimiz. Payti kelsa, biz tirishmasaqmi, sodimiz gumlab ketishi mumkin. Payti kelsa-chu, biz qancha jinimiz tikib qo'ysaqmi, sodimiz mag'lub bo'lishi mumkin. Bundaq qanday qilamiz? Kimdi? Ha, biz bugun qabul qilgan buxgaltermiki? Ha, ishni chetaga. Ha, bugun yapamiz. Şuan şuma. Ya, o'tir. O'zimiz ko'rdingiz, hozir sharoitimiz shundaqroq. Shirkat endi qurilishdan turadi. Mumkin bo'lsa bizga shirkatning qurilish oldigandagi kirim va chiqim manbalarini bir tushuntirib o'tganmiz. Bundaqda shirkat buni qurmoqchi edim. Bundaq sizlarga men usta to'g'ri deyapsizlar. Bundaqsa sizlarning navbatdagi planinglarni bir so'zlab o'tasizlar. Anlab boqsam. Bo'ldi, tushuntirib bersak bo'ladi. Bizning planimiz bo'lsa